Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Men bugun bir yaxshi yangilik bilan to'lashmoqchiman. Ertaga, xudo xolasa, 13-iyun kuni soat 22:00 da O'zbekiston birinchi kanal orqali kim bilan dasturida ko'rsatuvda vidolashamiz. Jonli efir bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi ko'rsatuv bo'ladi. Tomosha qilinglar. Biz tayyorgarlikni boshladik. Sardor Bey ukam bilan xolasani hamma joy-joy keltirdik. Ertaga xudo xolasa jonli efirda vidolashamiz. Hammaga omad. Efirda ko'rishguncha. Sardor Beyga men ancha yillardan beri xizmatidan foydalanaman. Ukam juda ham zo'r stilist. Tavsiya qilaman, kelinglar. Zo'r. Mendan ko'pchilik shuni so'raydi. Siz qayerda oldirasiz, sochingizni qayerda rang oldirasiz, qayerda so'raydi. Mana shu joy Sardor Beyni. Mana ko'rinishimni, imijimni shu yerga tishlaydi doim. Sog' bo'lasizlar. Bo'ladi. O'tkinchi hislarga berilma.